Uchinchi tamoyil: qarz berib hamkor qilmang. Inverlife biznesida eng muhim qoidalardan biri hamkorlikni qarz asosida boshlamaslikdir. Chunki bu biznes majburiyati yoki qarz hissi bilan emas, balki ongli qaror va shaxsiy mas'uliyat bilan boshlanishi kerak. Ko'pincha yangi insonlar biznesni boshlashni xohlaydi, lekin hozir pul yo'q deydi. Shu paytda ba'zi liderlar yoki hamkorlar yordam berish maqsadida pul qarz berib qo'yadi. Bir qarashda bu yaxshi ishdek tuyuladi, lekin amalda bu ko'p hollarda muammolarga olib keladi. Agar inson qarz olib Inverlife'ga kirsa, u quyidagi holatlarga tushishi mumkin. Aynan qaysi holatlar? U biznesni imkoniyat sifatida emas, qarzni yopish majburiyati sifatida ko'ra boshlaydi. Unda ruhiy bosim paydo bo'ladi. Olgan qarzi minnatli deb o'ylaydi. Agar natija tez chiqmasa, u biznesdan sovib ketishi mumkin. Ba'zi hollarda esa insonlar o'rtasida noqulay munosabatlar paydo bo'ladi. Inverlife bu sayohat va imkoniyatlarga asoslangan biznes. Bu yerda insonlar o'z xohishi bilan o'z qarorini qabul qilib kirishi kerak. Agar inson haqiqatdan ham bu imkoniyatni tushunsa, u o'zi qaror qabul qiladi va o'zi harakat qiladi. Shuning uchun professional liderlar doim shunday qoidaga amal qilishadi. Biznesni faqat tayyor va qaror qabul qilgan inson bilan boshla. Agar inson hozir tayyor bo'lmasa, uni shoshiltirish shart emas. Unga ma'lumot berish, vaqt berish va kuzatuv qilish kerak. Chunki haqiqiy hamkorlar qarz bilan emas, ishonch va maqsad bilan keladi. Shuni unutmang, Inverlife bu tez pul topish emas, balki uzoq muddatli jamoa va tizim qurish biznesidir.